Assalomu alaykum muslimalarim. Bugun shogirdim Nigoraga xalqaro sertifikat tayinlab qo'ydim. Men shu sertifikat berishimni Nigora bilmaydi. Yuringlar, hozir reaksiyasini ko'ramiz. Sertifikatni beraman. Bu meni Nigoraga kechirimdan oldin hadiyam. Qizlar, Nigorachka. Men kechirimdan oldin sizga xalqaro sertifikat berib ketmoqchiman. Men xalqaro berishimni bilmasdingiz, lekin siz arziysiz. Bemalol joylaringizni ochib ishlaysiz bo'ladi asalim. Kutmaganmidingiz? Kutmagandingiz. Bu meni hadiyam sizga asalim. Boringizga shukr. Sizdagi shogirdim borimdan faxrlanaman. Rahmat asalim. Ustozimga kattakon rahmat, kutmagandim lekin sovg'a bor degandilar, lekin xalqaro sertifikat kutmagandim. Juda ham katta sovg'a bo'ldi biz tomondan men uchun. Rahmat kattakon, Alloh rozi bo'lsin. Hayajonlanganimdan zo'r gapira olmayman. Amin, amin, amin. Rahmat, bolalaringiz rohatini ko'ring. Amin asalim.